Feruzaxon bilan o'tiribman beg'uborim bilan. Ikkita gul Bat bering. o'ynab. Ikkita gul. 2 dona Nejni gul. qizcha, bir mehribon qizcha. Ko'zlari zimay qizardi. Kim xafa qildi sizni? Qobilik rahmat. Alim rahmat. Ular. Bilamatdimi? Sog'ligingizni asrang Feruzaxon. Bilamatdim. Siz bittasiz, bir donasiz. Esingizdan chiqarmang shuni. Bugun men juda ko'p xafa qilishdi. Ko'zini o'yaman, qaysi xafa qildi? Hayot. Feruzaxonni xafa qilib bo'ladimi? Hayot. O'yindi. Unaqa narsalarga xafa bo'lsak, sal narsalarga xafa bo'lsak yashash kerak bo'ldi. Kulib yuring, o'ynab kulib yuring. O'sha qiyinchiliklar o'zidan xafa bo'lib qochib ketadi. X. Sardor seni o'ldiga chiqadi-ku. Sardorning umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'lib, salomat bo'lsin. 3x. Odamlar Puli ko'paysin. Hammamizning omadimizni bersin akalar. Boringlarga shukr. Bosinglar qola. Joninglar sog' bo'lsin. Unlanib ketay. Qizchani xafa qilmanglar. Yaxshi gapiringlar. Feruzaxonimiz bitta bizlar. Bunaqa video ishlar boshqa yo'q. Niginadan mingta niginadan bo'lsa ham bitta Feruzaga almashmayman. Faqat buni iltimos yozmanglar. Boshima balo bo'ladi. Aldaysan kuchingiz. Aldamayman. Odobingiz yaxshi sizni. Nigina bilan battle qilgan paytingiz kirib o'tiraman. Nigina padarka urmasalar, sizni yerdan olib osmonga uradi. Nigina yutib qo'ysa agar. Siz yutsangiz agar jim o'tirasiz. Ha, nima deb qo'yasiz? Bitta sassiq gapirib qo'yasiz ham, lekin u darajada emas. Siz hali qolganini ko'rmagansiz, demadingiz. Endi o'yin bo'lsin deymizda. Feruzaga albatta qo'shdim-ki. O'lay, bittada qo'shdim sizni. Samonim. Rahmat sizga boringiz. Biz noshukur odam emasmiz, rahmat. Hammaga, mana masalan, men padda chiqayotgan bitta padlar bosib qo'yaman. Bittada joyda. O'lay. Unisini bilmadim lekin. TikTokda nima gaplar Feruzaxon? Nima yangiliklar? Yangilik yo'q, hech gap yo'q, tinch. Biron o'zgarishlar, bironta bir super mega bir yulduzlar paydo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, Ultra, alfa takoy, omegalar. O'sha. O'zgarish yo'q. Jarozaga ham osh, to'yga ham osh, tug'ilgan kunga ham osh. Hamma oshmi, hali ham oshmi? Osh ko'tarma bor. O'ldirsa osh o'ldirsin, ota bolamiz bekor aytmaydi. Oshdan zo'ri yo'q. Eng zo'ri osh. Sog' bo'ling. Nigina zo'r, Nigina ming marta zo'r. Bu qizlar biroz xafa bo'lmasin endi. Boshiga lustra kirib o'tiribdi. Bo'lmaydi. Lekin bu ham yomon emas. Lekin Nigina zo'rda, men bilan. Nigina bilan emin-erkin gapirib o'tiraman, xohlaganimda oyoqni uzatib, xotindek gapirganda gapiraman, Niginaga. Xotinimda u meni. Xohlaganda oyoqni uzatib o'tiraman. Bular ikkisini qisilib o'tirasan. Qilib Niginaga, ha, nimaga? Nigina ozodlikda, sabodada Niginada. Asalimman. Bittada Nigina. Nigina teng kela olmaydi hech qaysi. Gapim bitta. Nigina nomeradi. Bitta gap aytayim. Nigina buzilib ketadimi? Fohisha bo'lib ketadimi? Boshqa bo'ladimi? Nigina agar rozi bo'lsa, babnikiga uylanaman. Mayli, ko'zim yumaman. Chunki buni sevgi deyiladi. Sizlar baribir buni tushunmaysizlar. Mayli, bolasi bo'lsin, boshqa bo'lsin, babnikiga uylanaman. O'zim bolamdek yaxshi ko'raman.
Chingiz, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Tinchmisizlar? Ukajonim yaxshimisan? Joninglar omonmi? yaxshimi? Umid Chingiz aka. og'a tanidingizmi? Ha, deydigan Bu biradar. bu kishini men kinoda ko'rganman menimcha. Ani. Internetdami? Ha, deydilar-yu, shaytanat. Makrli dunyoda. Joningiz sog'mi akam? Sizlarni ko'rib Rahmat. katta bo'lganmiz. Taning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Kinolarni ko'rib katta bo'lganmiz akam. Tanijoning sog' bo'lsin. Chingiz Bolalar yaxshimisan? yaxshi. Sog'laring yaxshimi? Rahmat akajon. Umring uzoq bo'lsin. O'ylaganing Ot qo'yilib tashlab yotishibdi. Odobdan bo'lmaydi-da, ikkovlangizga bitta o'zim urishsam. Ya, Ya, endi prosga bosib qo'yib tashlab yotishibdi. Chingiz og'a chat tashlab yotishibdi. ha, Chingiz bittasi chiqib meni rosa bo'ralatib so'kdi-ya. Nizza. Ya kim so'kadi? Qulog'ini, cho'chog'ini kesaman hozir. Qani qaysi? Bir haligi Uksus degan yigit bor ekan, Uksus ekan anaqasi. Yozib qo'ygan Uksus ja gumbullatib rosa bo'ralatib so'kdi-da. Keyin uni tepaga tortdik. Bir 5 ta 4 ta bola bo'lib tepaga tortdik. Mani fanatimmish. Fanati bo'lsa so'kadimi mani? Shunaqasi ham bo'ladi. Odat yoshingiz katta, tup-tuzuq odam sizni so'kmaydi. Maktab bolasidir-da, понятки такой, tushunasiz endi. Yo, вроде бы unaqa desang Odam ko'p. Hammasiga всем не угодишь. Odam ko'p. Hamma narsaga e'tibor beraversangiz, TikTokka kirish kerak bo'lmay qoladi. Da. Chingiz og'a qalaysiz? Rahmat. Chingiz og'a tinchmisiz? Chingiz og'a tinchmisiz? Chingiz og'a, Rahmat. aktyor Umid Iskandarov sizni muxlisingiz ekan, aytib qo'ygin dedilar, mana efirda ham aytyapman. Umid aka, assalomu alaykum. Aka, men ana u kinoyingizni ko'rganman. Oqibat. Ana shu oqibatni ko'rib men u paytlar non sotib yurardim ko'chada. makrli dunyo. O'sha kinoda motivatsiya olib men tepada xudo men aytaman, o'sha kinoni ko'rib men shu gilamni gero shukr qilib, qiyinchiliklardan o'tib, boshqa bo'lib, men kasal bo'lsam, birga unaqa bo'lish uchun mana shunaqa insonga o'xshash xohlaganman. Lekin real hayot boshqacha ekan. Shunaqa. Real hayot boshqacha. Bu yerda toshlar o'zi boshqa, bu yerda toshlar o'zi boshqa. Lekin kino zo'r, kinoga nom beradi. Da. Qalaysiz Chingiz og'a o'zingiz? Tuzumisiz? Chingiz ham necha yilgi Chingiz. Men qanchadan beri shu TikTok'ga o'sha eng oqsoqollaridan-da bu yigit. Rahmat. Rahmat. Men bitta gap aytaman. Endi bu nima deb o'ylasangiz, men paxta qo'ymayman, bilasizlar? Men to'g'risini aytaman. Men uchun takoyda mana shunaqa shu yer shari bo'lsa, mana shu zarrachada, mana shu nuqtachada menga sizlarni e'tiboringlar, sizlar u короче biza Olimpiyadagi odamlarda, sizlar o'zi biza yoshida ko'rib sizlardan понятки olgan odamda biza masalan men любой odam любой odam masalan o'zini fantaziyasi bo'lmaydi, yoshligida ko'rgan narsasidan bironta fantaziya qiladi. Agar hech narsa ko'rmagan odam o'zidan o'zi hech qanaqa fantaziyasi bo'lmaydi uni. Bu yoqda hech narsa o'sha fantaziyani mana shu kinolardan, mana shu sizlardan olganman, shu o'sganman. Toshga o'lgan naqshday bo'lib qolgan. Va eng shirin joyi, mana shu insonlar meni ko'radi deb o'ylamaganman. Meni bu hayotda zamechas qiladi deb o'ylamaganman. Sizlar meni ko'rdinglar, mana shu Eng qizig'i Ummondagi Zohidam sizni tanirkanda, TikTokka kirmaydigan bola tanirkan. Men shunisiga o'zingizga ham video tashlaganman-ku. Gaplaringizni eshitaman deb gapirgan Zohidam. Zohid akam nom beradi. U odam unaqasi boshqa bo'lmaydi. Ummon Zohidni 19-mayda Humo Arenada konserti. Bitta omad tilab bering, mana zapslari chiqib Zohidga yetib borsin. Zohid akam sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xalqning xizmatini doim qilib yuring. Spasiyan sizni ko'rib yuraylik, muzikalaringizni eshitib katta bo'lganmiz. Qishlarda yirtiq kirasa olib keladi, lekin naushnik olib shu muzikani eshitib yuraydim men. Постоянно. Gazini berib motivatsiya oladim. O'zimni o'zi ilohiy kuchlab keladim. Qanaydir yo'raveraman deb yuraydimda muzikalar eshitib. Zohid 19-mayda
Ummonni konserti, Shohrux ikkalasi birlashib Humo Arenada konsert qilishyapti. O'zbekistonda eng katta arenada, konsertning zalda. Xalqi duosi bilan shu darajaga keldi. Mana Sardor akam shu yerdamilar, Rahimxon. Shunaqa Chingizoq Yuragim bunaqa ko'p mashg'ullarni ko'tarolmay, yuragim bardosh bermaydi aka. Ko'tara olmasam kerak bunaqa. Bo'lib qolaman. Jahon aka ham hozirjonov muxlis-ku sizga aytganlar-ku. Men uchun hozir bu katta dopamin bo'lib, tushunasizmi bu kelishib? O'rtoqlar, mana shu zapsni Umid Iskandarovga jo'natinglar, zaps qilinglar. Umid Iskandarov Chingizni muxlisi ekanlar. Chingiz ham Umid akamning muxlisi ekan. Yetkazinglar shu videoni. Mana eshitinglar. Bular уже TikTok'ga oqsoqollari bo'ldi уже bular. Yo'q, это чушь tabacha. Sizlar уже qolgansizlar, уже hamma joyda уже qilib qolib ketgan. Endi nima deydi? Baribir yana o'sha gapga qaytamiz. Xudo nimaga odamlarga ko'zga ko'rinmaydi? Bilasizlar? Odamzod nagli. Odamzodda naglisi-yu. Nagli chiqib boradi odamlar. O'sha uchun quyosh uzoqda yaxshi deb bekor aytilmagan. Hozir men sizlarni mashhurlar bilan gaplashaman, ko'raman-ku. Bu yoqda eski xotira уже eski yoshlikda olingan panyatkalar hammasi razrushat bo'ladi, yo'q ketadi. Psixikam sinadi meni hozir. Men bu narsani xohlamayman. Bu meni sakrovishcham, bu meni g'orni to'g'risida qo'ygan katta bir olmosim. Bular sinib ketadi. O'shaning uchun bulardan kamroq gaplashaman men. Chunki men o'zimni bularga dostoyn deb bilmayman. Bular bilan bitta joyda turib gaplashishga o'zimni dostoyn deb bilmayman. Bu psixika sinadi aka. Unaqa emas, og'a. Siz ham o'zingizni platformangizda eng zo'rlaridansiz. Unaqa demang hech qachon. Sizni platformangizdan sizni go'lislaringiz tarqab, o'sha insonlargacha yetib borishini o'zi ham bir katta baxt. Siz demak natijani qilgansiz o'zingizning yo'lingizda. Hammani o'zini yo'li bor-ku, og'a. Bu u yo'l, buni yo'lda emas. O'sha bu pamyat, o'tmish. Bu sinadi, bu o'sha samolikvidatsiya o'sha yo'qoladi bu narsa. Xotiraligicha qolgani yaxshi. Hammasi o'zingiz nazoratingiz ostida. O'zini nazorati ostida. Shunaqa. Men qara, sen bitta narsaga qara. Chingiz. Men bitta narsaga hayron qolaman-da, mayli. Meni yoshim sendan katta, bir 10 ta qo'yningni ko'proq yirtganman-da. To'g'rimi? Mana shu nimaki bo'lsa Allohimning marhamatligiga sen o'zing ham ubiditsiya qilyapsanmi? Allohning marhamati. Bu narsaga даже no comment. 100%. O'shaning uchun men aytaman-da, mana masalan, mana o'zing seni stiling, mayli sen aytding, har xil stil bo'ladi, har xil boshqa bo'ladi, pamyat u bu deysan-ku, mana shu Allohimning nazari tushmasa, eshik bozorga dallol ham bo'lmasligini bilasanmi shu? Albatta bilaman. Albatta. Shuning uchun men har doim aytamanki, men bugun so'kish eshitib olganimni ham nimasidir Allohimga nimamdir yoqmay, nimamdir anaqasini ham kimdir meni bugun rasa so'kdi. Eshit. Keyin uni biz tepaga tortib oldik. Qani men nima qildim, nima qo'ydim? Prosta zdravo so'radik-da shu narsani. U meni fanatimmish. Eshityapsam? Shu gapmi? Qanaqa qilib agar men hurmat qiladigan bir insonni men hayotda bunaqa qilib bo'ralatib so'kmagan bo'lsam. Aka, TikTok. Eshiting Chingizni. O'ziz o'sha savolni berib, o'ziz o'sha savolga javob ham berib qo'ydingiz. Agar men sizni fanatizman deb meni so'kib chaqirdi dedingiz, u qanday aytsam, bu qora fanat u. Oq fanat bo'ladi, qora fanat bo'ladi. O'zi aytib turibdi. Fanat, qora fanat, oq qora bo'ladi. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Izlamang, qidirmang.
Ya Xurram endi aka, bu Xurram aka, bu endi narsaga qara. e'tibor bermang, miyangizdan chiqaring bo'ldi. Qanaqa Umid, keyin mana Chingiz, men masalan ko'p odamlar bilan muloqotda bo'lganman. yo yo chiqaraman mayli. Endi ziyoli odamlar bilan gapirishganman. Mayli-da endi. Aristokratlar bilan gapirishganman. Boy odamlar bilan gapirishganman. Endi hayotimdachi mana shu TikTokka kirib ko'rmagan odamim qolmayotibdi. Mana sen ham nechta odamni mana shu TikTokda ko'rding? A? Chingiz. Tushundingmi? Shuning uchunchi bu insonni fikrlash qobiliyatlari bor-ku, jumbog'i yechib bo'lmaydigan jumboq ekan bu. Men prosta hayron qolaman. Bitta gapga to'g'ri kelmaydi. Yomas qilibsiz ey Xurram aka. Bu TikTok bu Xurram aka. Bu TikTok. Bu yolg'onchi dunyo ko'p. To'g'rimi Chingiz og'a? Bu endi nima desam sizlarga? Sizlar biza mana shu doiraning ichida bizlarni krugazor mana shu yerda hammasi o'zi aslidachi bundan bu doiradan tashqaridachi bizani epoxamizda уже давно tugab bo'lgan. Siz ham men ham hamma mana bitta уже o'lib bo'lgan, bu epoxa tugagan. Boshqa epoxa boshlanib ketgan. U epoxa ham tugagan уже. Biz hammamiz kimnidir xayolida qaysidir vaqt lahzada bormiz. Qanchadir vaqt zarrasida. O'sha zarraning ichida. Bu epoxa уже yo'q, bu hammasi уже ovqat suv ichasiz, yana chanqiysiz. Mana oddiy fol bilan aytdi, qara, hozir suv ichasan, ko'rdingmi? Chanqoqni qara, qanchadan keyin falon vaqtdan keyin yana chanqiysan, gapimga ishon. Yo'q, bo'lishi mumkin emas, rostdan chanqiymanmi? Qanchadir vaqt o'tib, ha, haqiqatan chanqab boshladim. Xuddi shunaqa narsa-da bu ham. Bo'lib o'tgan hamma narsa. Qoyil. Gapga usta bu. Umri uzoq bo'lsin Chingiz. Xurram aka. Unaqa bo'lmalar. Chingiz qaysi davlatda yashaysan? Men Aliyevdaman. Aliyev. Nima? Aliyev Asgard. Asgarddaman otam. O'zbekistonlikda. O'zbekistonlikdaman otam. Не, я понимаю. Ты где сейчас? Men hozir Tailanddaman. Tailanddaman. Hatta bo'lmagan tanijoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Sen bilan diydor ko'rishib, sen bilan gapirishib xursand bo'ldim. Chunki uzoqda yaxshi otam. Men sizni shu yerda ko'rdim, yoningizda o'tirganday bo'ldim hozir. Rahmat. Mana ko'rdingmi? Mana masalan diydor g'animat deydi-ku. Mana shu inson bugun bor, ertaga yo'q. Tushundingmi? Sani umring uzoq bo'ladi. Kechiganda kim ham men bu haligi sani hali hazil qilib keyin hazilligini reski sezdim. Mana masalan, sani umring uzoq bo'ladi. Chunki sani darding bo'linsin, iloyim. Tushundingmi? Senga omad, baxt, saodat da ishlaringga rivoj da. Chunki mana shu kim bo'lishingdan qat'iy nazar, mana shu Allohim seni ziyoda qilib shuncha odamga ko'rsatdimi seni? Mana masalan sen значит nimadir Allohimga yoqib, nimadir bo'lib yuribsan. Va seni Allohim nimadandir asrab rizq ro'zingni qatlagadir chochib qo'yibdi. Tushundingmi? Nimadandir Alloh seni asrab. Shuning uchun hech qachon siqilma ukam. Tanijoning sog' bo'lsin. Xurram aka, bu siqilmaydi, bu siqiltiradi hammani, Chingiz og'a. Yo, mayli-da. Yo, Chingiz bor-ku, Chingizni men
odamlarni ko'zidan bilib olamanda, кто есть кто. Bu Chingiz bor-ku, bu Chingiz shunaqa insonki, qara, Chingizda shunaqa xususiyat borki, mana shu ichida yuragida hokisorlik bor shu bolani. To'g'risi, $1 million bo'lsa ham baribir mana shu haligi bunda kibr yo'q hech qanaqa. Tushunyapsanmi? Odamiylik, haligi rahim shafqatli yigit. Unaqa jistoki gandonni yasab olmaydi o'zidan bu. Hech qachon. Mana shundoq ikkita qo'lini ko'tarib turadigan odam bu. Tushundingmi? Shuning uchun men Chingizni juda hurmat qilaman. Chingizda shu xususiyat bor. Shuning uchun hammasi to'g'ri bu aytgandek, hammasi o'tkinchi. Hammasi. Endi tipaj deydigan narsa bor-da, tipaj. Face tipaj deydi. Bu ham tipajda bu ham. Tushunyapsanmi? Необычный. Mana masalan, прическасы, soqoli, tushunyapsanmi? Bu уже отдельная личность. Bu mana не как все. Hamma mana haligi kommunistlarning paytidagi ano marksizm, kalinizm ana bo'lardi-ku, ano nima edi o'sha haligi bunga o'xshagan bir odam bo'lardi. Qanaqa? Marksga o'xshaydi bu. Yo'q, Marks emas, nima edi oti? No, xullas, Chingiz og'a nima yaxshi gaplar olamda? Nima yaxshi gaplar olamda. Olam. Keyin Chingizda bitta xarakter bor-da, qara. Shunaqa xarakter bor-da, qara. Mambitada kek saqlamaydi-da, qo'lini shunday siltab ketadigan bola bu. Tushunyapsanmi? Ana o'shanisi buni yutug'i. Xurram aka, yoshligingizda polvon bo'lmaganmisiz, dodam? Yo, endi mana masalan men bir deganda insonni vukupat qilaman-ku. Rahmat. O'sha tomonim endi baribir masalan yoshim 60 ga chiqdi, yaxshini ko'rdim, yomonni ko'rdim, muttahamni ko'rdim, masalan, qing'irni ko'rdim, qiyshig'i ko'rdim, to'g'rini ko'rdim. Tushundingmi? 60. Buni qalbiga buni ichini bundoq yorib qalbini ko'rsang, mashincha gryaz yo'q mana shu bo'ladi. Mashincha yo'q. Faqat samimiylik, insoniylik, shukronalik. Bu hamma narsaga ko'nikib, hamma narsaga qiyinchiliklarni ham ko'rdi. Haligi любой narsani ko'rdi-da, bir sim pulsizliklarni ham ko'rgan bu. Tushundingmi? Keyin har xil anaqalarni ham ko'rgan, lekin sabr qilib, toqat qilib mana hozir shu yoshga 40 dan oshdingga yo'q hali 40 dan oshmadingmi? Yo'q, hozir endigina 36 yoshda. 36 yoshdasan, hali yosh. Mana ko'ryapsanmi? Endi bu o'zi tegi agar bu musulmon olamidagi tipda bo'lganda qori yigitlardan bo'lardi bu. Tushundingmi? Buni ta'lim tarbiyasi genetiskiy, buni genida bor. Buni tarbiyasi, ta'limi o'zini tutishi. Bunda Assalomu alaykum. haligi aristokratlarning qoni bor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Tanijoning sog' bo'lsin, ukam. Rahmat. Mana shunaqa Umid Iskandarov sizlarga salom aytyaptilar, Umid Iskandarov. Umid aka, assalomu alaykum. Qani Umid o'zi? Blokda. Sizlar bilanmi? Yo, Umid aka. Voy, O'g'illarini, kichkina 2 yoshli o'g'illari yalang'och ko'rinib blokka tiqar ekan o Chingiz og'a. Cho'chchog'ida. Ha. 4 kunda ochish kerak-ku uni. 4 kunda ochish kerak edi. Ochadi. Mana bugun ochiladilar. Chingiz og'a bir ulagin dedilar Umid akam. Bugun ochiladilar blokda. Men sizga aloqaga chiqaman, bir vaqtingiz bo'lsa bir dildan suhbat quramiz. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. O'zi menga ham bundoq soqolni qo'yib,
mo'ylov soqol qo'yib turib, hali mana bunaqa chochlardan yopishtirsa, Chingiz ikkalamiz o'xsharkanmiz bir-birimizga, qaragin. Yuliy Sezar bo'lasiz. Umring uzoq bo'lsin. Tanijoning sog' bo'lsin. Takoy vener qo'ysam ne ha? Tillarni. Ha, Sezar bo'ladi. Umring uzoq bo'lsin. Da. Qo'ylar. Nima gaplar. Salomat bo'linglar. Umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana hurmatli bizlarni kuzatuvchi haligi obunachilarimiz, do'stlarimiz, birodarlarimiz bizlarni kim kuzatib yurgan bo'lsa, mana yer sharida TikTok haligi olamida eng yorug' yulduzlardan biri Chingiz bizani programmamiz edi bugun. Bo'ldi, Chingiz bilan suhbat qildik. Chingizni tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetib, ijodiga ijod qo'shilib, Allohimning panohida bo'lib, har doim rizqi butun bo'lib yursin. Ilohi amin. Allohu akbar. Tanijon Rahmat. Shuncha hurmat qilib kelibdilar. Aka-ukalarimiz bizani. Umrlari uzoq bo'lsin. Ho, Xolizan akasi. Salomat Boshit. Kimsiz